Assalomu alaykum aziz va qadrli gulsevarlar. Mana yana sizlar bilan g'oyibona diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Kecha Namangan gullar festivalidan olib kelgan gullarimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana kecha olgan shu krupnolistniy gortenziyani yangi tuvakka ko'chirdim. Bu krupnolistniy gortenziyalar, hamma gortenziyalar umuman olganda nordon tuproqda yaxshi o'sadi. Mana alohida bu gortenziyalarimiz uchun ana shu kislый torfdan olib yangi tuvakka ko'chirib qo'ydim. Qani ko'ramiz, parvarishlashda davom etamiz. Yana olgan gullarimdan kechagi gvazdika gulimi mana bu yerga ekib qo'ydim. Огородda soyaroq joyiga ekib qo'ydim. Chunki tikka quyosh tushadigan joyda hozir issiqda o'zini tutolmay qolsachi, qurib qolsachi deb o'ylandim. Shunga alohida gvazdikalar ekilgan joyim bor. Hozir yana uni ko'rsataman. U yerga ekmadim. Mana gullar soya qilibroq turadigan joyga ekdim, chekkaroqqa. Mana bu enatera gulimizni ham mana liliyalarni yoniga ekib qo'ydim. Bu yerda ola ko'lanka. Shu ertalabda quyosh tushadi, keyin obeddan keyin birpas quyosh tushadi. Boshqa payt soyaroq bo'lib turadi. Mana liliyalarim ham g'unchalari bo'rtib qoldi. Ertaga ochilsa yana bitta video olib ko'rsataman. Xursandchiligimni gulsevarlar bilan bo'lishaman. Men o'zi asli havaskor gulchiman. Professional gulchiman men deyolmayman. Hali ko'plab gullar bilan to'liq do'stlashib ulgurmaganman. Mana shu hozir hovlimda o'sayotgan gullarim bilan do'stlashib, tillashib, shularni parvarish qilyapman. Hali yana ko'plab gullar ekib ko'paytirish niyatim bor, Xudo xohlasa. Shu yaqin o'rtadan beri gortenziyalarni ekishga qiziqib qoldim. Qani yana nasib bo'lsa chiroyli gortenziyalardan olaman. Haligi metelchitli gortenziyalar quyoshda ham, soyada ham yaxshi o'saverar ekan. Ana shu gortenziyadan ham olish niyatim bor. Mana bu yerda gvazdikalarim shu yerda edi. Bularni erta bahorda ekkanim uchun hozir yaxshilab o'nnashib, mana yonlariga tarvaqaylab o'sishni boshladi. Mana ranglarini qaranglar. Juda chiroyli, havasim keladi qarasam o'zim. Juda ham yirik gullayapti shunisi. Mana chetlari qizg'ish, bu yoqlari oq. Mana bu oqlar ham oppoq, chiroyli. Bu o'rtacha kattalikda. Bu ham yana ham kuchga to'lsa kattayib ketarmikin gullari. Bilmadim. Mana bu oranjeviyimiz rosa mayda. Bilmayman, buni gullari kattaymayapti. Mana bunimiz bordoviy qizil. Buni ham gullari katta ochilardi. Rosa chiroyli. Uni ham ochilsa ko'rsataman. Mana juvchka gullar ham juda ajoyib gulda. Shu gilam bo'lib qoplab ketadi. Haligi hech nima o'smaydigan yerlar bo'ladi-yu, quyoshli, tikka tushadi, gullar eksiz o'smaydi. Shunaqa joylarga ekib qo'ysa, mana shunaqa qoplab juda chiroyli bo'lib ketar ekan. Mana bu globus xrizantemamiz. Buni ham xolamnikidan olib kelib ekib qo'ydim. 2 tup, 3 tup deyarli. Kichkinagina ko'chatda bahorda olib kelib ekkanimda mana kengayib o'sib ketdi, globus bo'lib. Bu o'zimni xrizantemalarimdan
chichi boshqacharoq, haligi guli katta ochiladigan sort. Bu kuzda ochiladi, xudo xohlasa. Yana nima gullarim ko'rsatsam, mana bu. Bular ham o'zi aslida gvazdika. Nimada YouTube'larda ko'rdim, o'sha videolarda kitayskaya gvazdika deb qo'yar ekan. Biz o'zimizni o'zbekona tilda shabbona deydi ko'p odam. Kayli hilviragan ko'chatlarni ekib qo'yuvdim. Qishda shunday ochiqda qolib ketdi. O'zi keyin bu yil mana ko'payib, yonlariga gurkirab, o'sib chiqib, timmiy chaman bo'lib gullayapti. Bugun bularni hali ochilib bo'lgan g'unchalarini, hali ochilib bo'lgan gulbaklarni qirqib chiqdim. Endi yana tezda yana butonlarni hosil qilib, yana chaman bo'lib ochiladi, xudo xohlasa. Bugun gullarimni hammasini sug'arib oldim mana. Kech kirganda ilhom kelib video olyapman. Kechki payt chirigan go'ylardan soldim, sochib chiqdim agarodimga. Zaxlatib sug'ardim. Mana bu shamshod gulimi. Qalamchani hali quyoshdan to'sib qo'ydim lekada. Qani bu gulimni ko'ramiz. Issiqda ham ildiz otarmikan. Ko'proq bahorda, kuzda qalamchi qilinadi. Issiq bo'lsa ham qilib qo'ydim. Qani ildiz otarmikan. Mana gulni ham yangi ekuvdim. Ancha bo'lib qoldi, lekin bir qator baklari quruqshab, endi yaxshi tutib oldi. Bu sadovaya fiyalka ekan. Internetdan istab topdim qanaqa gulligini. Mayda siyoh rang bo'lib, chiroyli ochilar ekan. Ko'payib ketar ekan rosa. Ko'payib ketsa, do'stlarimga tarqataman, qarindoshlarimga, xudo xohlasa. Mana floks gullarni ham internetda ko'paytirish usullarini ko'rdim. Bu ham qalamchi orqali ko'paytirsa bo'lar ekan. Ildizdan ham ko'payar ekan. Xudo xohlasa buni ham qalamchi qilaman. Uni ham yana videolarda olib ko'rsataman. Xudo xohlasa. Yana mana bu lavandamiz ochilib bo'lsa, to'liq ochilib bo'lsa, keyin mana gullarini qirqib turib, keyin bulardan buketlar qilib qo'yamiz. Hozir internetlarda ko'ryapman. Odamlar menaka lavanda yostiqchalar qilar ekan. Uni shkaflariga qo'yib qo'ysa, yotoqxonalarga qo'yib qo'ysa, mana kuyalarni nima qilar ekan, qochirar ekan. Kuyalar qochar ekan lavandani hididan. Shunaqa yostiqchalar qilaman. Keyin xudo xohlasa qalamcha qilib, yana bir chekka joyga baklashga yopib qo'yaman. Kuzda yana qalamcha qilaman. Xudo xohlasa shu lavandani ko'paytirishga ham juda qiziqib qoldim. Nasib, inshaalloh. Shunaqa gaplar. Shu gullarim. Mana bu yerda mittagina kolokolchik gulim bor. Shu gulni juda yaxshi ko'raman. O'tgan yildan beri necha marta oldim, hech tilini tushunmasdan quritib qo'yatuvdim. Shu mana shu oqi 2 tup. Hozircha yaxshi o'sib turibdi. Ajoyib hidlari juda shirin, bahorda eslatadi. Xuddi gilos guli, olma guliga o'xshaydi hidi. Ajoyib shakllari bir boshqacha. Juda sevdim shu gulni. Mana bu barvinok gullarimiz juda beyor, ko'payib ketyapti. Mayli, lekin juda chiroyli o'z holiga. Erta bahorda gullaganda siyoh rang gulchalari bor. Juda chiroyli. Ipga tortib qo'ysa, shunday devor hosil qiladi. Shunaqa.
yana internet tarmoqlarida sizlar bilan g'oyibona ko'rishguncha, aziz gulsevar do'stlar, meni Hovli Gullari kanalimga tashrif buyurganinglardan juda minnatdorman. Agar videolarim yoqayotgan bo'lsa, a'zo bo'lishni unutmanglar, layklarni bosinglar. Judayam xursand bo'laman. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Xayrli tun hammaga.